Chaqalog'ingizga smes tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda oyiga mos bo'lishi kerak, ya'ni 6 oygacha bo'lgan bolalarga birinchi raqamli smes berasiz. 6 oydan 12 oygacha bo'lgan bolalarga ikkinchi raqamli smes beriladi. 12 oydan katta bolalarga esa 3-raqamli smeslar beriladi. Bundan tashqari davolovchi smeslar ham bor. Masalan, gipoallergen smeslar agar farzandingizda qanaqadir toshmalar toshayotgan bo'lsa yoki har xil kasalliklarda shirin kashalar mumkin bo'lmagan paytda gipoallergen smeslardan foydalanadi. Bundan tashqari antirefluksni kashalar bor. Ular ko'p qusadigan chaqaloqlarga beriladi, ya'ni qusishni to'xtatish maqsadida. Bundan tashqari chaqalog'ingizda ko'p kolika bo'ladigan bo'lsa, kashalarning komfort turi bo'ladi, shulardan foydalanishingiz mumkin. Bir xil bolalar sut ko'tara olmaydiganlari ham bor. Ularga bezlaktozli kashalarni berish kerak bo'ladi. Soya turli kashalar ham bor. Ular masalan laktoza fermenti yetishmaganida yoki sigir sutini ko'tara olmayotgan bolalarga soyali smesni berish mumkin. Agar oshqozon ichak traktida qandaydir muammolar bo'ladigan bo'lsa, peptigastro turli smeslardan foydalanish mumkin. Agar farzandingizda qandaydir o'zgarishlar bo'lsa, albatta pediatrga murojaat qilishingiz kerak. Pediatringiz o'zi sizga kerakli smesni tanlab beradi. Siz farzandingizga qanday smeslardan foydalanasiz? Kommentariyada yozib qoldiring.